Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Bu galgi videorolikimizda sizlar bilan Polpik io Falset saytini ko'rib chiqamiz. Sayt matnimiz kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishingiz mumkin. Hop, sizlarda ham kirganlaringda mana shunday oyna ochiladi. Bundan ro'yxatga o'tishib nima desa bo'ladi, avtoklikkerdan o'tishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Hop, ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'tamiz. Single tugmasini bossangiz, o'zi avtomatik tarzda mana shunday oyna ochiladi. Hop, username, email, parolni qayta takrorlab, kapchani terib ro'yxatdan o'tishimiz mumkin bo'ladi. Hop, xohlasangiz mana bu yerda Google akkaunt orqali ham o'tsangiz bo'ladi. Xohlagan bir Google akkauntingizni tanlab ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Hop, ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan so'ng bizda mana shunday oyna ochiladi. Bu yerda bonusli falset bor. Yangi kirganlar uchun bonus beradi do'stlar. Hop, best tugmasini bosamiz. Biz 10 ta imkoniyatni olishimiz mumkin bo'ladi. Va bu 10 ta imkoniyatdan keyin qanday foydalanamiz desangiz, o'zingizni uroveningizni ko'tarib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu orqali do'stlar. Hop, va pastda har kunlik 24 soat, har bir soatda bitta kapcha terib ma'lum bir miqdordagi poligon valyutasini olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, 500 olishimiz mumkin ekan, keyin 100, 200, 600, 25 ming, 1 million, 5 million, 3 poligongacha olishimiz mumkin ekan do'stlar. Hop, bu yerda Timi Wallet bo'limidan ham ishlashimiz mumkin. Bu yerda nima qilishimiz mumkin? So'rovnomalarda ishtirok etib, oddiy vazifalar bajargan holda biz ishlab olsak bo'ladi. Hop, continue tugamasini bosib ko'ramiz. Bu yerda turli xildagi so'rovnomalar chiqib kelmoqda, lekin bular biz uchun emas. Hop, bu yerdan do'stlar Clicks tugmasini bossangiz, bizga O'zbekistonda chiqadigan bajarishimiz mumkin bo'lgan klikslar chiqib turadi do'stlar. Hop, 5 sekund ko'rganimiz uchun 0.01 sent berar ekan. Bu yerni bosasiz. Bizni qandaydir saytga yoki biron nimaga olib o'tadi. Shundan mana shu yerda 5 sekund kutib turishimiz kerak bo'ladi. Hop, ortga qaytamiz. Mana o'zi avtomatik tarzda qo'shiladi. Buni keyin withdraw orqali chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop, bu yerda withdraw tugmasi bor. Mana shu orqali chiqarib olishimiz mumkin. Bonusli klik bor ekan. Hop, 55 sentga yetganda ochilar ekan do'stlar. Hop, boshqa bo'limlari ham bor. Bu point. Hop, chiqarib olishimiz qayerdan? Redeem tugmasini bosib ko'ramiz. Bu yerda ham yo'q. Minimalniy pul
chiqarishimiz 28 sent ekan do'stlar. Hop, bu yerdan perevod qilib ko'rishingiz mumkin. Agar ishlasa perevodchigimiz. Lekin Timi Wallet bo'limida bizda perevodchigi ishlamaydi. Buni oddiygina kopirovat qilgan holda ko'rsangiz bo'ladi do'stlar. Перевести tugmasini bosasiz. Siz ilgari hech qachon foydalanmagansiz. O'rta yozuvdan o'rtagacha ko'rsatmoqda. Olding. Hop, bu yerda o'qib chiqishingiz mumkin do'stlar o'zingiz. Hop, mana shu tarzda ham ishlasak bo'ladi. Tax Sovereignty bo'limi bor. Bu yer biz uchun emas, chet davlatlar uchun tax bo'limidan hop bir nechta taxlar beradi. Bu yerda nima desak bo'ladi buni? Vazifalar beradi bizga. Mana shu vazifalarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Mana shu narsalarni yuklab olishimiz kerak yoki Telegramda o'rnatishimiz kerak ekan do'stlar. Mana shu tarzda ishlab olishimiz mumkin. Hop, keyin do'stlar depozit o'yinlar bo'limi bor. O'yinlar bo'limida ham biz levelimizni ko'targan holda 5 ta poligon ishlatsak ikkinchi o'ringa o'tamiz. Bu yerda turli o'yinlari bor do'stlar. Yangi qo'shilgan o'yinlar juda ko'p. Ularni o'ynab urinimizni ko'tarib olsak bo'ladi do'stlar. Hop, pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Minimalni withdrawal 1,5 ekan, adashmasam. 1,5 pol. Hop, bu yerga poligon mazilda olishimiz mumkin. Xohlasangiz Falsepay'dan yoki Trust Wallet yoki bo'lmasam do'stlar Binance ham ishlaydi do'stlar. Binance'da ham bor bu manzil. Mana shu yerga withdrawalni qo'yasiz, pastga o'zi minimumni yozib qo'yadi, qancha kerak bo'lsa shunchani chiqarib olasiz. Eng kami 1,5 ekan do'stlar. 0.02 pol komissiya oladi va kapchani terib withdraw tugmasini bossangiz hisobimizga tushib keladi pullar do'stlar. Saytimiz 100% to'lovda. Barchaga tavsiya etib qolaman. Sayt manzili kommentariyada bo'ladi do'stlar. O'tib bemalol foydalanishlari mumkin. Barchalariga rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin do'stlar. Hop, Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang.